Mana telpak. Yaralganingdan beri peshka berasan. Bir moshin poshini bir yelkangga shamol tegsin. Bu turishingda shu umringning oxirigacha shu mashina nasib qilmasa kerak-da. Shunday o'tib ketasanmi deyman-da. Ketdigilar. Sen ota bola yalangoyoqlar yomon jonimga tegib ketishding. Senlarni hali yomon itaraman. Xo'sh, Pirmat Yormatovsizmi aka? MIBdan qarzdorligingiz bor aka, to'lasalar bo'lmaydimi? Kreditingiz yopilmagan 3 oylik aka. Kredit? Qanday kredit? Mana mashina Spark rusumli avtomobil. Kreditga chiqqan aka bu. Shuni yopmagansizlar 3 oydan beri ya. Mashina kreditga olingan? Ha, kredit voy. Bevasa! Pirmat Chobra. Chobra? Nima ho'llab qo'ygan bolalarga o'xshab o'tiribsan? Chobra tinchlikmi? Bemaqsad o'g'lim mashinani kreditga olgan ekanda. Kreditni to'latib kelyapti. Ha, Xudoyimga shukr et, Chobra. Shunaqa xursand qilding meni, bor. Bolakani haqiqati. Senga bitta sovg'am bor. Ko'zingni yum, senga bitta sovg'am bor. Be kechir, Chobra, kechir, chiltoq seni deb bo'ldi o'zi. Seni deb mana mashina jalada o'tiribman, ahvolimga qara. Kechir yoshna meni, bu o'sha qaytarilmaydi, yoshna. Seni kechiring, jonda. Senlarga Pirmat bilan o'ynashni qanday bo'lishini ko'rsatib qo'yaman.